2026 Chevrolet Tapriti yangi avlod sedan sifatida zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va yuqori qulaylik bilan ajralib turadi. Ushbu model klassik Tapriti merosini saqlagan holda yanada sport ko'rinish va aerodinamik shakl bilan ishlab chiqilgan. Old qismi keng panjara, LED farlar va keskin chiziqlar orqali agressiv ko'rinadi. Yon tomondan esa uzun silueti avtomobilning nufuzli xarakterini ko'rsatadi. Orqa qismi esa zamonaviy stop chiroqlari va silliq bamper bilan mukammal yakunlanadi. Ichki salon premium materiallar bilan jihozlangan, yumshoq charm o'rindiqlar, keng joy va ergonomik boshqaruv haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Raqamli panel va katta sensorli ekran multimedia tizimini boshqarishni osonlashtiradi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. Avtomatik tormozlash, yo'l chizigida ushlab turish, adaptiv kruz nazorat va 360 darajali kamera mavjud. Bu funksiyalar haydashni yanada xavfsiz va oson qiladi. Dvigatel jihatidan 2026 Tapriti bir nechta variantni taklif etadi. Asosiy modelda kuchli V6 dvigatel mavjud bo'lib, yaxshi yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Kuchliroq versiyada esa V8 dvigatel taklif qilinadi. Bu esa yuqori tezlik va ajoyib dinamika beradi. Uzatmalar qutisi avtomatik bo'lib, silliq va tezkor ishlaydi. Shassi va osma tizimi yo'lda barqarorlikni ta'minlab, har qanday sharoitda ishonchli boshqaruvni beradi. Yoqilg'i sarfi sinf uchun maqbul darajada bo'lib, kundalik foydalanishda qulay hisoblanadi. Bagaj hajmi keng bo'lib, uzoq safarlar uchun yetarli joy beradi. Dizayn va texnologiyaning uyg'unligi bu modelni bozorda raqobatbardosh qiladi. 2026 Chevrolet Tapriti nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki imkoniyatlari bilan ham hayrat qoldiradi. Agar siz qulay, xavfsiz va zamonaviy sedan izlayotgan bo'lsangiz, bu avtomobil ajoyib tanlov bo'ladi. Narx va komplektatsiyalar bozorlarga qarab farq qilishi mumkin, lekin umumiy jihatdan u o'z sinfida kuchli raqobatchi hisoblanadi. Endi esa kanalimizni